Bugungacha YouTube'da qanday kodlarga video qildik? Turkiyadan deport bo'lganlarga qo'yilgan Ch105, Ch104, Ch103, Ch102 bularga video qildik. Hatto polis ushlab deport qilganlarga, kirishda qaytarib olganlarga ham qo'yiladigan kodlarga video qildik. Endi bugun o'sha Ch105, Ch104, Ch103, 102 va 101 seriyasiga yetib keldik. Mana shu kod haqida video qilamiz. Ch101 kimlarga qo'yiladi? Ch101 kodi bu 3 oylik kirish taqiqi. Turkiya Go'ch idorasining 2020-9-yilda chiqargan qarori bo'yicha qochoq qolgan muddati 3 oydan oshgan, 6 oydan oshmaganlar jarima to'lab ketsa, Ch101 kodi bilan deport bo'lishadi. Ya'ni sizning qochoq qolgan muddatingiz 4 oy, 5 oy bo'lgan bo'lsa, o'z ixtiyoringizdan ketayotgan bo'lsangiz, jarima to'lab ketsangiz 3 oyga deport bo'lasiz. Ch101 kodi. Yana kimlarga Ch101 kodi qo'yiladi? Qochoq qolgan muddati 1 kundan oshdi, 3 oydan oshmaganlar chiqayotgan paytda jarima to'lasa, to'lamasa 3 oyga deport bo'ladi. O'shani Ch101 deb aytib ketsak ham bo'ladi. Endi agar siz ko'chada qochoq qolgan bo'lsangiz, qochoq qolgan muddatingiz 3 oydan oshmagan bo'lsa, polis ushlab deport qilsa, bunda ham Ch101 kodini olasiz. Yoki shartli kirish qildingiz, o'tirimizni bermadi, qochoq qolgan muddat 3 oydan oshmadi, chiqib ketdingiz, bunda ham Ch101 kodini olasiz. Yoki o'tirimizni rad keldi, 10 kunda chiqib ketdi, siz chiqib ketmadingiz, lekin chiqib ketdingiz 10 kundan keyin, 15 kundan keyin. 10 kunda emas, 15 kundan keyin chiqib ketdingiz. Bunda ham qochoq qolgan muddatingiz 3 oydan oshmagan bo'lsa, jarima to'lasangiz ham, to'lamasangiz ham 3 oyga deport bo'lasiz, ya'ni Ch101. Yoki polis ushladi, 20 kunda chiqib ket o'z xohishing bilan dedi aeroportda. Siz chiqib ketmadingiz, 25 kunda chiqib ketdingiz. O'shanda ham qochoq qolgan muddat 3 oydan oshmagan bo'lsa, jarima to'lasangiz ham, to'lamasangiz ham Ch101 kodi bilan deport bo'lasiz. Asosan shular Ch101. Ya'ni Ch101 haqida tushunchangiz paydo bo'ldi. Endi Ch101 bilan deport bo'lganlar qachon Turkiyaga keladi? Taqiq muddati tugagandan keyin, 4-5 kundan keyin. Umuman Turkiyadan qanchaga deport bo'lsangiz ham Ch101 bo'ladimi? 102 mi, 103 mi, 104 mi, 105 mi yoki boyaga 166 mi? Deport muddati tugagandan keyin 4-5 kundan keyin Turkiyaga kelsa bo'ladi. Jarima to'lamasdan ketganlar jarima to'lab kirasizlar albatta. Jarima pullari oshadimi? Men videolarimda aytganman, oshmaydi, lekin baribir har ehtimolga qarshi ko'proq pul olinglar. Oshadimi, oshmaydimi? Agar siz misol uchun $300 jarimangiz bo'lsa, siz $600 bilan kelsangiz, $300 olib turib aeroportdagi narx qolgan $300 ham ber bu yoqqa deb olib qo'ymaydi. Yoningizda qoladi. Ikkalamiz yeb ichamiz. Qo'rqmang. Xo'sh, endi chiqishda jarima pullari. Deylik, qochoq qoldingiz, 1 oy jarima to'lamadingiz, 3 oyga Ch101 bilan deport bo'ldingiz. Baribir jarima to'lab kirasizmi? Chiqishda 1 kun qochoq qolsangiz ham, 1 oy qochoq qolsangiz ham, 5 oy, 5 yil qochoq qolsangiz ham, chiqishda jarima to'lamasdan ketsangiz, qaytib kelayotgan paytingizda pul to'laysiz. Oldin to'lanmasdi, o'sha 2024-yil, yo'q, 2020-9-yilgacha 5 yilga deport bo'lganlar 5 yildan keyin kelsa to'lamasdi. Hozir baribir pul olyapti. Kamroq bo'lsa ham olyapti. Ba'zi birovlar aytishi mumkin, mendan olmadi, lekin baribir pulsiz kelmanglar Turkiyaga. Yonlaringda pullaring bo'lsin. Jarima to'laysizmi, to'lamaysizmi? Ortiqcha pul olib kelinglar. Ch101 bilan deport bo'lganlarga qanaqa viza beradi? Deyarli hamma vizani beradi, asosingiz bo'lsa, boyagi Ch105 ga o'xshab bunga murojaat qilishingiz kerak, bunga murojaat qilishingiz kerak, deportingizni tekshirtirishingiz kerak deb aytib o'tirmayman. Agar siz Ch101 bilan deport bo'lgan bo'lsangiz, 3 oy ham O'zbekistonda yashagingiz kelmasa, vizaga murojaat qilishingiz mumkin. Albatta, qarshi tomondan Turkiyada ish beruvchingiz bo'lsa yoki turk bilan oila qurgan bo'lsangiz yoki o'qishga kirgan bo'lsangiz, qabul xati kelsa va sizga viza beradi qachonki sizga Ch101 kodidan boshqa kodlaringiz bo'lmasa. Boya aytganda shartli kirish, polisda deport qilgan bo'lishi, o'tirmizdan ratga qo'l qo'yish, 20 kunda chiqib ketgan ogohlantirish olish, umuman so'nggi 5 yilda. To'g'ri, bu safar to'g'ri qochoq qoldingiz, jarima to'ladingiz, Ch101 bilan deport bo'lib keldingiz. Lekin bundan oldin qanday deport bo'lgansiz Turkiyaga borganingizda? Polisda deport qilmaganmi? Ya'ni so'nggi 5 yildagi tarixingizga qaraladi. Vizaga murojaat qilganingizda. Bunaqa holatlar bo'lgan. Shuning uchun men har ehtimolga qarshi vizaga murojaat qiladigan odam, agar Turkiyada siz oldin 2-3 yil oldin yashab ko'rgan bo'lsangiz, bir marta deport tekshirishni maslahat beraman, vizaga murojaat qilishdan oldin. Deport tekshirish bo'yicha mening Instagramimga yozsanglar, javob beramiz. Deport tekshirib beradigan odamlar bor. Bugungi Ch101 haqidagi videomiz shu bo'ladi. Yana qaysi kod haqida video qilaylik? Kommentlarga yozib qoldiringlar. Qaysi kod haqida ko'p izoh yozilsa, o'sha kod haqida video qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.